Assalomu alaykum akalar, arzon inkubator istaganlarga sizlarga hozir arzon inkubatorlarimiz ko'rsatamiz. Bu yerda turgan inkubatorimiz 110 talik bo'ladi. 110 dona tovuq tuxumiga hisoblangan. Boshqa parrandaning tuxumini ochirsanglar ham bo'laveradi. Bedana, o'rdak, hinduk, tovuq tuxumlarini ochirsanglar bo'ladi. Bu inkubatorimiz 2 qavatli bo'ladi. Qalinligini ko'rishingiz mumkin. Ichki qismi Penaplex dan bo'ladi. Tashqarisi Decorplastdan bo'ladi, Decorplast qoplangan bo'ladi. Bu inkubatorimizga 220 ga ham ishlaydi. Mashinani akkumulyatoriga ulab qo'ysanglar ham bo'laveradi. 12 volt mashinani akkumulyatoriga. Qizili plus, qorasi minus. Faqat mashinaninikini ulaysizlar, skuter yoki boshqa narsanikini ulab qo'ysanglar ko'p qolishi mumkin. Tepasiga kelsak, chap tomondagisi ichini ko'rib turishlik uchun chiroq qo'yilgan. Bunisi miyasi bo'ladi, issiqlik bir xil tushadi. Bunisi namli bo'ladi. Bunisi motorni aylantirishda o'chirib yoqadigan knopkasi. Ichki qismi 2 qavatli bo'ladi. Tepasi olinadi. Xohlasanglar, tuxum ozroq bo'lsa, pastini o'zida ochirsanglar ham bo'laveradi. Sep orqali aylantiriladi. Tuxum terish tartibi uchli tomoni pastga bo'ladi. Uchli tomonni pastga qaratib, tikka holda terasizlar. Tuxum terayotganda mana shu qatordan boshlaysizlar, keyin ikkinchi qatorga o'tasizlar. Bunaqasiga terib qo'ysanglar xato bo'ladi. Mana shu mikrosxema turgan tomonni birinchi qatordan terib, keyin ikkiga o'tasizlar. Tuxum terib olgandan keyin suv idishi siljib qolgan bo'lsa, suv idishda chap tomon devorga qadaysizlar. Ikki yonboshdan o'rtaga turadi, devorga qadalgan holatda. Chiqarish uchun chap tomonni ko'tarsanglar, chap tomonni ko'tarib bu yoqqa tortsanglar chiqadi. Keyin sepini ikkinchi qo'linglar bilan sepini olib olasizlar. Solishda ham teshigiga solib turib, bu yog'ini ilib qo'ysanglar bo'ldi. Ilmag'i bor. Ilmag'ini ilib, sepini ilib qo'yasizlar. Sep turish mana shu holatda bo'ladi. Ko'pchilik mana bu boltga ilib qo'yapti. Bu xato bo'ladi. Sepni chart o'ziga ilib qo'ysanglar bo'ldi. Tuxum tergandan keyin mana bu ikkita simini ko'rishingiz mumkin. Bu simni tuxumning ustiga tashlab qo'yasizlar. Bunga ham xuddi shunday holatda tuxum terib, tepasiga ilib qo'ysanglar bo'ldi. Ishlash tartibi avtomat bo'ladi. Sizlarning ishinglar 3-4 kunda bir marta suvga qarab tursanglar bo'ldi. Suv quyayotganda toshirmasdan yarimdan oshiq 3-4 kunda bir marta quyib turasizlar. 19-kuni to'ldirib, idishiga to'ldirib 19-kuni suv quyasizlar. Yon boshda suv quyadigan dimoqasi boshlankasi namlikni girovka qilish uchun yon boshini qarasanglar, pastda namlikni girovka qiladigan joy bor. Shuni qalamcha sig'adigan qilib ochib qo'ysanglar, 19-kuni yopib qo'yasizlar, namlik ko'tariladi. Bu inkubatorimiz qo'pqog'i ham mana shu ichini ko'rishlik uchun o'rtadagi ayna bo'ladi. Qo'pqog'ini solib qo'yasizlar bo'ldi. Mana shu holatda bo'ladi inkubatorimiz. Kitobchalari ham bor. Mana bu inkubatorimizdagi kitobchasi 4 oy garantiyasi bor. Qanday ishlatishlarini yozganmiz. Mana bu ochiladigan tuxumlarning graduslari, qanaqa turishligi. Kitobchasi qo'shib beriladi. Bu inkubatorimizni O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Garantiyasi bor, albatta. Tuxum urug'langan bo'lsa 85-90% ochadi. 40 ta tayyorlayapmiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, tez muddatda tayyorlab jo'natib beramiz. Inkubatorimiz narxini 850 ming so'm qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz 100 ming so'm. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar.